Maşallah. Evet, madamızlar. Bitta tuqqan ekan, madamlar ham sigiramiz ko'ringlarcha. Bu yoqda shvedlar chiqqan. Bolasi qo'shilgan ekan lekin. O'zini bolasi biz ekanmi? Bolasi o'xshaydi lekin bu qo'shilgan ekan. Lekin sigir bilan ana narsa ekan. Tuqqan sigir ekan. Assalomu alaykum. Quvonjonovuz kanali hamda Chorva kanalining hurmatli obunachilari, bizni muntazam kuzatib borgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari hamda Chorva ishqibozlari. Mana bugün haftaning yakshanba kuni 14-dekabr 2025-yil biz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Yangiqo'rg'on Chorva bozoridamiz. Inshaalloh bugun sizlarga bozor narxlarini qo'ldan kelgancha ko'rsatib, yordam berishga harakat qilamiz. Videolarimizni yoqsalar, yo'lmasa dislike bosib, kommentariyada o'z fikr mulohazalaringizni qoldirishingiz mumkin. Videolarda xato va kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Kanalda yangi mehmonlar bo'lsa, ekraningizni o'ng tomonida qizil obuna bo'lish yoki podpisa tugmasi bor, shuni bosib qo'ng'iroqchalar chalib qo'ysalar, biz kiritib olayotgan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasizlar. Hurmatli obunachilar, inshaalloh bugun sizlarga bozor narxlarini ertadan yordam berishga harakat qilamiz. Arzimagan mehnatimizni qadrlab, shu mana shunday like tugmalarini bosib, podpishka o'tirsangiz, sizlarga foydali va qiziqarli videolar tayyorlashga harakat qilamiz. Hurmatli obunachilar, Simitar sigirdan video obzorimizni boshlaymiz inshaalloh. Bu bitta tuqqan ekan, bolasi o'ziniki ba'zi dedingiz-a buni. Bolasi qo'shilgan ekan lekin. Mana. Mana hurmatli obunachilar, bolasi qo'shilgan ekan, bitta tuqqan ekan. O'zi. Yo'q. Nechta tutgadi hali boyaga? 15 taga. 15 taga ko'rga beraveramiz a? Ha. Bolasini ham emizdiramiz, nima qilaveramiz, ajratmayman bu nima? Emizdirar ha. Ha, emizdirganimiz yo'q. Bolasi o'zi katta bo'lib qolgan. Bu qo'shilgan ekan. To'rala yildan butunadi hozir a? 3 yilina. 3 yilina ekan. Mana bor. Nech pul deyapsiz boyaga narxi? 70 deyapman shu kuya. Kelasini. 70 million. Kami bor. 70 million deyapti-ku. Alohida nech pulga sotamiz? Nech pulga baho aytamiz alohida oddiy-oddiy. Ha? 45 ga 25 ekan. Bunisi 25, bunisi 45. Kami bor. Yeb ichishi, qo'lda sog'dirishi, sog'ligiga qarar. Quvonjonovuz. Yeb ishlarni dog'lasak, tekshirib olib beraveradi. Tekshirib olib beraveradi. Gap yo'q, hurmatli obunachilar, yeb ichishini, qo'lda sog'dirishini, yuvoshligini bemalol tekshirib ko'rarga beraverar ekan. Mana. Jupi 70 million, andali 25 ga 45 million. Baho aytishyapti, kami bor deyapti. Mana. Lekin bilmagan narsa ekan. Gap yo'q. Telefon nomer aytib qo'yamiz boyaga. Nechilik? 93lik. 398 0976. Ishqibozlar bo'lsa aloqa ochib ko'radi. Bulardan bor yana hozir. Bor. Boyaga rahmat, bozoringiz bersin. Mana hurmatli obunachilar, ishqibozlar bo'lsa aloqa ochib ko'rasizlar. Yana bor deyapti bulardan. Gap yo'q lekin. Mana narsa ekan. Mana telefonda qarani ko'rgan bilmayman lekin gap yo'q. Dalshi davom etamiz. Mana shu yerda shvedlar chiqqan. Shvedda ham narxini bilib o'tdik deydi bular. Keyin sigir bozoriga qarab ketamiz, tarafga qarab. Boyaga nechinchi bo'ladi ekan bu? Assalomu alaykum. O'zi yaxshimi, tuzumsiz? Bolasi? Unojincha. 3-chi bola bolasi unojin. Gap yo'q. 3-chi bola bolasi unojin ekan, hurmatli obunachilar. Mana sigir. Nechta tutgadi holata boyaga? Suti nechta? Ha, suti. 20 ta yosh. 20 taga ko'rarga beraveramiz ekanda. 20 ta oshi deyapti, 20 taga ko'rarga beraveramiz deyapti, hurmatli obunachilar mana. To'rala yildan butuna? Yilin. 3 tasi, 3 yilin ekan bu. Madis? Turgan ezib olgan ekan. Ha. Lekin janavar deyapti. 3 yilin ekan. Bolasi buni oldi. Puli nech pul deyapti boyaga buni? 70 bering kami bor. 70 million. Kami bor. Savdosi bo'ldimi, bo'lmadimi? Yo'q. Savdo bo'lmadi. Bozor endi boshlanyapti. Obunachilar savdo bo'lgan yo'q. Bozor bugun yomg'irli, kecha yomg'irli ekan, nima siyrak bugun bozor. 70 million kami bor deyapti.
Ishxonalarga nomer aytib ko'ramizmi? Telefon nomeri nechilik? 90 94lik. 141 2314. Ishxonalar bo'lsa aloqa chiqaveradi xohlasa. Yana bora. Gap yo'q. Rahmat aka, bozoringiz bersin. Mana hurmatli obunachilar. 3-bolasi unojincha 70 million kam bor deyishyapti. Ishxonalar bo'lsa aloqaga chiqaveradi, lekin bemanisi kerak ekan. Inshaalloh sizlarga ko'rsatib o'tiramiz. Bozordagi sigirlarni. Boyaga rahmat, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Ko'rsatib o'tiramiz bozordagi sigirlar bugun. Kecha yomg'irlik ham, mana bozorga siyrak bu tarafda to'lib ketardi ya. Boyaga nechinchi bo'ladi ekan bu? Necha? Birinchisi. Assalomu alaykum. Birinchi bo'ladi mana hurmatli obunachilar, birinchi bo'ladi ekan mana shu. Mana. Birinchi bo'ladi. Mana. Sutini o'lchadi nechta tutadi xohlasa? Suti nechta? 15 taga beryapmiz. 15 taga beraveramiz, ha? Mana. 15 taga ko'rib olishga beraveramizmi? Nech pul deyapsiz narxi? 55. Kami bor. 55 million kam bor deyishyapti. Hurmatli obunachilar, birinchi bo'lasa. Bularcha 15 ta sutga. Mana. Evlardan. Davlat yeb icharilarni ko'rarga beraveramiz, ha? Kelsak bo'ldi. Ko'rarga beraveramiz. Telefon nomeri aytib ko'ramiz shu hozir. 91lik 164 67. 87. Boyaga rahmat, bozoringiz bersin. Mana hurmatli obunachilar, ishxonalar bo'lsa aloqa chiqarasiz mana. Sigir bamani ekan. Yosh sigirlardan. Bolasimi ekan o'rtamdan. Sizlarga ko'rsatib o'tiramiz. Mana sigirlar. Mana rossiyskiy sho'llarga rossiyskiy paroda. Yo'l üstünlüğe tegil bo'lgan. Tog'a nechinchi bo'ladi ekan bu? Birinchi bola. Birinchi bola. Bolasi Unojin. Birinchi bola bolasi Unojin. Mana. 28 milliga javob qilyapti. Mana birinchi bola bolasi Unojin. Golden Fries. Sho'dlari yana. To'ralar yildan butunadi xolasa? To'ralasi ham butunmi yelindi? Nechta tutkada xolasa, tog'a? 18 ta. Naqa 18 ekan, hurmatli 18 ta tutgan. Ana. Nech pul deyapsiz narxi boyaga? Nech pul deyapsiz? 60 million, kami bor. Ana hurmatli obunachilar. 60 million kam bor deyapti. Ana. 60 million kami bor. Ana janob. Yeb icharilarni tog'a ko'rarga beraveramizmi? Ha, ba'zi. Janob. Ulardan yana bormi tog'a nomer aytib ko'ramiz shu hozirga? 91lik. 153 153 54 86. 54 86. Tog'a rahmat, bozoringiz bersin. Mana hurmatli obunachilar, shu qo'zlar bo'lsa Alloh qachi ko'rasizlar. Birinchi bola bolasi Xunojin ana. 18 ta sutga ko'rarga beraveramiz deyishyapti. Yangi Qurg'on Chorva bozori sigirlar makoni bilan nom qozongan. Ularga qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'tiramiz. Bu taraf endi bo'g'ozlar qatoriga kiramiz. Mana. Mana hozircha bu taraf endi bo'g'ozlar. Sigirlar. Sigirlarcha ko'payib qoldi bozor. Ko'payapti. Boyka assalomu alaykum. O'zingiz yaxshimisiz? O'zingiz bo'g'ozmi aka? Nechinchisiga? Birinchisiga. Qanchalik bo'ldi bo'g'ozlik? Bilmadim, chetdan kelgan. Bo'g'ozligini. Birinchisiga. Birinchisiga bo'g'ozgan. Xudo mana shuni sigirlardan.
ko'rsatib qo'yasizlar. Pul nech pul deyapti bu aka buni? 3 million deyilyapti. 70 million. Kami bor. Ma'lum bo'lsin. Savdo bo'ldimi ma'lum? Ha, yo'q, bo'lmaydi. Savdo bo'lgan yo'q hala. Yebichellarni ko'rga beramiz ha? Ha, ber. Bo'g'izligini tekshiraveradi bemalol. Ha, o'zimiz bemalol mumkinmi? Dehqonchiligimiz. Ishqotlarga nima aytib qo'yamiz bu aka? 70 million dedi. 99 lik. 765, 99 lik 765 72, 90. 72 92. 92 ha. Bu aka rahmat, mazoringiz bersin. Mana hurmatli obunachilar. Ishqotlar bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Birinchisiga bo'g'izgan, bo'g'izlik qanchalik bilmaydigan. Gap yo'q. Sizlarga imkon qadar ko'rsatib o'tiramiz bozordagi narxlarni. Mana shu bama'ni narsa ekanligi. To'g'ri, nechinchisiga ekanmi bu? Qani? Birinchisiga. Birinchisiga bo'g'izgan. Mana shu. Birinchisiga. Qanchalik bo'ldi bu qo'diligi? Qani kattaroq odam bu qo'diligi qancha bo'ldi? Assalomu alaykum. Xudo yaxshimi? Dumsiz charchamasdan. Qancha? Vay maşallah. Yirikligini ko'ringlar buni. Bunisi qancha nechinchisiga bo'ldi aka bunisi? Birinchisiga keladi. Ikkalasi ham birinchisiga. Qanchalik bo'ldi bu qo'diligi? 20-chi o'qituvchi. Ha. Yaqinda nech pul deyapsiz narxi? 150 deyapman. Ikkalasini jupiga. Savdosi bo'ldimi bo'lgan yo'qmi? 150 million ikki jupiga. Vaznomlar bunisi mana ikkalasi 100 jupiga 150 million kam bor deyapti. 75 milliondan. Ikkalasi ham birinchisiga ekan mana. İkkalasi ham birinchisiga. Gap yo'q. Yeb icharilar bu hozirga ko'rarga beraveramizmi? Sinov tekshirib olaveramizmi bu hozirligini? Jonivor. Ana, lekin bama'ni narsa ekan. Telefonda sizlarga qanaqa ko'ringan bilmayman, lekin o'ta yirik narsa ekan mana. Telefon nomeri aytib qo'yamiz ishqodiga boy ekan. 88 lik. 205 205 55 55 15. Ishqodilar bo'lsa aloqa ochib ko'rardi. Ulardan yana bordi xolos ha. bor. Boyaga rahmat, bozoringiz bersin. Ana hurmatli obunachilar, ishqodilar bo'lsa aloqa ochib ko'rasiz, lekin kelasi ham birinchisiga bama'ni sigirlar ekan. Birinchisiga bo'lgan. Jupiga 150 million kam bor deyapti. Gap yo'q. Ana hurmatli obunachilar, navbatdagi bo'g'izlarimiz. Kelasi ham birinchisiga. İkkalasi ham birinchisiga yetib bo'g'izlardan biri 15 kunligiga bor deyapti. Mana. 15 kunligiga bor deyapti mana. Gap yo'q lekin. Mana. Pul nech pul deyapti narxi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, sizdan yaxshimisiz? Charchamasdan. 60 ta kam bor. 60 milliondan. Birinchi qoringa. Savdosi bo'ldimi bu ma'lum? Endi chiqdi. Endi 60 milliondan yevicherlar bo'g'ini bemalol ko'raveradi ha. Sog'lig'iga. Ishqotlarga telefon nomeri aytib qo'yamiz bu aka. 99 lik 030 86 28. Ishqotlar bo'lsa aloqa ochib ko'radi. Ulardan ham bor hozirda. Boyga rahmat, bozoringiz bersin. Ana hurmatli obunachilar, ishqotlar bo'lsa aloqa ochib ko'rasizlar. 60 milliondan kam bor deyapti. Ikkalasi ham birinchisiga 15-20 kunligiga bor deyapti. Ikkalasi ham bo'g'oz sigirlarni. Gap yo'q. 60 milliondan kam bor. Gap yo'q.